Ayanda kuxniyaga kirmay turinglar deb qizlarimiz. Bugun bizga romantik ujin tayyorlabdi. Yulduz opani pishirgan pirogchalari bilan Uborkalarim meni kutib turadi deb bugun keratinga ishga chiqib ketdi. Kimda sochi tekis bo'lsa jingalak qilgisi keladi, kimda sochi jingalak bo'lsa tekis qilgisi keladi. Bugun birgalikda Yulduz opani sochlarini takoy qilib beramiz. Sochlari jingalak bo'lgani uchun keratin qilishga qaror qildim. Yulduz opa Piterdagi eng shirin, eng akkuratni qilib tayyorlaydigan tort pirojnolarda основатель bo'ladi. 3 soat ichida bizda shunaqa rezultat, shunaqa yaxshi ko'raman. Ko'ngli ochiq, yaxshi odamlarda 3 soat qanday o'tib ketganini bilmay ham qoldim. Rezultatni ko'rib o'zim mazza qildim-ku. Sizlarga yoqdimi? После protsedura bir pasgina sal yig'ishtirib yuboray orqamda desam, man shipirayotgan joyimda Yulduz opa bir pasda po'lat tushib ketdi, kerak emas desam ham. Salonda faqat 2 kishi bo'lgan edik. Eshikni qulflab o'zing ketaverasan deb tashib ketgandi. Charchoqdan darakam yo'q. Xuddi ertalab turib bodri bo'lgandek kayfiyat ming. Video jo'natib qo'ydim salonda egasiga. Voy rahmat, самое замечательное deb yozib yuboribdi. Короче, hamma xursand. Ishdan uyga charchab kelsak, bizga shunaqa romantik ujin tayyorlabdi Shahrizoda. Pizzasi shunaqa zo'r sochni chiqqan ekan. Boy pirojnoy tortlarni Yulduz opaga o'tib zakaz qilinglar, yeb ko'rishlaringiz shart Peterdagilar. Men o'zi bugun ujin qilmayman deydigan odam. Pizzani ham yeb oldik, orqasidan desertni ham yeb oldik. Yemaslikda o'zi gunohda buni. Voy shamchalarni yoqib qo'yganiga necha mandarinchalik. Qiz bola baribir otasiga rosa mehribon bo'ladi-da. Do'stlar, yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Hali zo'r videolar hammasi oldinda.